O'tkazilayotgan oylik munosabati bilan soha vakillari tomonidan yoshlar uchun ochiq eshiklar kuni tadbirlari hamda tizim faoliyati va qutqaruvchi kasbi nufuzini oshirishga qaratilgan uchrashuv va seminarlar tashkil etilyapti. Nishon tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi mas'ullari oylik doirasida maktab o'quvchi yoshlari uchun ochiq eshiklar kuni tadbirini tashkil etdi. Unda bir qator ta'lim muassasalarining o'quvchilari ishtirok etishdi. Tadbirda dunyoda sodir bo'layotgan tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlar, qiziqarli faktlar, real sodir bo'lgan voqealar, qutqaruv jarayonlari haqida to'laqonli ma'lumotlar berildi. Tadbir jarayonida yong'in qutqaruv texnikalari va zarur jihozlarning ko'rgazmali namoyishi o'tkazilib, ularning taktik texnik xususiyatlari tanishtirildi. Qolaversa, yoshlarimizni harbiy kasbga qiziqtirish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi va Shahrisabz Temurbeklar harbiy akademik litseyiga ta'lim olish tartibi, u yerdagi sharoitlar hamda nomzodlarni saralash bosqichlari to'g'risida batafsil to'xtalib o'tildi. Jarayonda yoshlarda yong'inga bo'lgan ongli munosabatni shakllantirish maqsadida shartli yong'in hosil qilinib, uni bartaraf etish tartiblari amaliy harakatlar yordamida ko'rsatildi. O'quv mashg'ulotlarini o'tkazishimizdan maqsad joylarda zilzilada, tabiiy ofatlarda harakat qilish tushunchalariga amal qilish va ularni qo'llash tartiblari haqida o'z vaqtida yo'riqnomalar berib bormoqdamiz. Shu bilan birgalikda tuman sanitariya, veterinariya va hokimlik mutasaddi tashkilotlari ishtirokida joylardagi aholi bilan bir vaqtning o'zida bahor mavsumida qo'zg'alishi mumkin bo'lgan qirimkonga quturish kabi kasalliklar, ya'ni ovqatdan zaharlanish borasidagi ishlarni ham olib bormoqdamiz. Xonadonlarda kuz davomida yopilgan har xil turdagi banka mahsulotlari, konserva mahsulotlarini muddati o'tib ketgan holatlarda ularni iste'mol qilish oqibatida kasalxonalarga har xil holatlarda tushish holatlari uchramoqda. Biz ushbu holatlarni shaxsiy tarkibimizga hamda mutasaddi tashkilotlar ishtirokida joylarda targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Bu targ'ibot jarayonida asosiy e'tiborni mana shunaqangi kasalliklarni oldini olishga qaratmoqdamiz. Shu kuni tumandagi 16-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan oylik doirasidagi tadbirda mutaxassislar tomonidan turli favqulodda vaziyatlar ro'y berganda ishchi xizmatchilarning vazifalari yuzasidan tushunchalar berib o'tildi. Quvonarlisi, tarbiyalanuvchilar ishtirokida zilzila vaqtida va yong'in sodir bo'lganda to'g'ri harakatlanish borasidagi sahnalashtirilgan chiqishlari ushbu tashkilotning fuqaro muhofazasi yo'nalishida yetarlicha ko'nikmaga ega ekanligini ko'rsatadi. Darhaqiqat, soha vakillari tomonidan o'tkazib kelinayotgan bu kabi keng qamrovli profilaktik tadbirlar bahor mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli noxushlikni oldini olish barobarida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun ham muhim ahamiyatga egadir.